Qani bormi shunaqa mard? Marketingda bu. $1,5 ming siz mashina uchun beryapsiz. Vijdon aytinglar, eng kamida 30 million pul topishingiz kerak. Eng kamida. Tuman safda salonlar sal vijdonan ish qilinglar. GM bu deyishadi-yu, lekin shu paytgacha hech kim GM'ga taklif bergani yo'q. Mashinani 30% ni to'lab, qolgan qismini penalasiz, jarimalasiz, foizlisiz 36 oyga bo'lib to'lash imkoniyatini berdi. Boshqa avtosalonlar ham shunaqa marketingni xod qilamiz deydi, lekin GMga yaqinlashishgani ham yo'q. Oylik to'lovi 3,5 dan berayotgan bir paytda biz 1,800,000 mingdan qilib beramiz. 48 oyga deydi-da, siqib borasiz, borsangiz yo 70% ni to'lasangiz deydi. Ochiq oydin videoda aytolmaydi shu narsani. 70% ni to'lasangiz, keyin 1,800,000 dan deb aytolmaydi. Chunki marketingda bu. Tasavvur qiling, 300 millionlik mashina 70% 210 million bor. 210 million puli bor odamga qolgan 90 millionini 48 oyga beryapti. Bu nerealniy narsa-da, nerealniy narsa. To'g'ri, 1000 ta odamdan chiqib qolishi mumkin bir 10 ta 15 ta.